Do'stlar, sizlarga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 taqdim qilamiz. Xullas, puli ham juda arzon. Ma'qul kelib qolsa, do'stingizga tezda jo'natib qo'yasiz. Mashinamizni yonlaridan ham ko'rishingiz mumkin, tako ideal holatda. Xullas, kuzovida hech qanaqangi ishi yo'q. Aytganchalik, old orqalari ham pecha. Balonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Holati tako ideal bu. Motori Sonstram bo'lur. Xullas, mashinani minib joyi lyuks basic konditsioner. Balonlarni ichidan ham ko'rishingiz mumkin. Xullas, mashinamizga Gentle birinchi pozitsiya sitida qo'yilgan. Evo ko'rkalarida qirilgan joylari yo'q umuman. Probegini ham ko'rsatib o'taman. Probegi ham juda ko'p yurmagan, 413 ming yurgan. Halol 413 ming yurgan do'stlar. Motorning ichiga necha baho berasizlar? Tako kichikka qilib qo'yilgan, hech qanaqa motorlar ichini yuvish kerak emas. Aytganchalik, podramlari ham o'ziniki hech qayta qilinmagan. Mashinamizga sidalar sveji magnetofon qo'yilgan. Kenwood kalonkalar. Aytganchalik, Malibu bunaqa mashinaning narxini bozorda ko'ryapmiz. 4400 ham deyapti. Lekin bu mashinaning narxini sizlarga $3700 dan tushib beramiz. $3700 dan